Türkistonlik qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. Malayziyaning sobiq bosh ministri Dr. Mahathir Mohamad Uyg'urlarni mustaqillik ko'rishidan voz kechib, Xitoy bilan tinchlikda birga yashashga da'vat qilgan. Jasulton vaqtining 5 yanvar kunidagi xabarga qaraganda, Malayziyaning sobiq bosh ministri Dr. Mahathir Mohamad Malayziyaning xalqaro munosabatlarda qila oladigan ishlarining va qila olmaydigan ishlarining borligini aytgan. Malayziyaning boshqarishida bo'lgan Singapur va Tailanddan naql qilib, Malayziyaning bu reallikni qabul qilish kerakligini aytgan. U TNS xabarlarining ziyoratini ishxonasida qabul qilib, Xitoyning intayin kuchli davlat ekanligini, har qaysi davlatlar bilan cho'nqur iqtisodiy munosabatining borligini, Uyg'urlarni deb Xitoy bilan dushmanlashishning ahmoqlik bo'ladiganligini, Xitoyning o'z territoriyasini va egilik huquqini qo'g'dash haqqining borligini, Uyg'urlarning buningga hurmat qilishi kerakligini aytib, Malayziya hukumati va tashkilotlarni Uyg'ur faoliyatchilar bilan bo'lgan munosabatni uzishga chaqirgan. Shundaqla Uyg'urlarning mustaqil bo'lishining mumkin emasligini, buni bir shaklda qabul qilishni, agar mustaqil bo'laman deganda urush bo'ladiganligini va o'limdan boshqa natijaga erishgili bo'lmaydiganligini aytgan. Bunun bilan birga yana Tayvanning Xitoyning bir parchasi ekanligini, faqat Tayvanda o'xshash bo'lmagan bir hukumatning borligini aytgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Malayziyaning sobiq bosh ministri Dr. Mahathir Mohamadning Uyg'urlarni mustaqillikni asliga keltirish kursidan voz kechishga chaqirganligini ayblab, 5 yanvar kuni axborot e'lon qildi. Axborotda mundaq deyildi: Sharq Turkiston surgundi hukumati Malayziyaning sobiq bosh ministri Mahathir Mohamadning yaqinda Uyg'ur xalqini mustaqilligini asliga keltirish uchun qonunliq ko'rishidan voz kechib, Xitoyga taslim bo'lishga chaqirgan bayonlarini qat'iy rad qiladi va kuchlik til bilan qattiq ayblaydi. Bu so'zlar Sharq Turkistondagi ishg'oliyatning bo'yinturqida qarshilik ko'rsatayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlarining egilmay sunmay qarshilik ko'rsatishi ro'yiga qilingan haqoratdan iborat. Uning ustiga ular insoniyatning universal va cho'nqur yildiz tortgan erkinlikka va adolatga bo'lgan cho'nqur intilishiga vakillik qiladi. Bu barliq ezilgan xalqlarning qalbida yolg'unjab yonayotgan sig'inish, istakdan iborat. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Mamtiminali Apandi tavranmas bir iroda bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishimiz haqida tortishishga bo'lmaydi. U bizning mavjudligimizning asosiy va diniy erkinligimizni o'z ichiga olgan asosiy huquqlarimizni kapolatga ega qiladigan umid chirg'i. Adil ko'rishimizni yo'qotishdagi har qanday taklif necha 10 yildan buyon Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turib kelayotgan millionlagan Sharq Turkiston xalqining ko'rsatgan fidokorligiga qilingan haqoratdir, dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimi o'xshash his tuyg'u bilan Sharq Turkiston xalqining ro'yi bo'yin egmas ruhdir. Bo'yin egishning badalini og'ir to'ladik. Yo'qotilishimizga sherik bo'lishni rad qilamiz. Tarixning ibratlari bizga yo'l ko'rsatkichidir. Millatlar zulmga izchil qarshi turganda kimligini va hurligini saqlab qola oladi. Biz qarshilik yo'lini, sharaf yo'lini tanlaymiz. Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlar sharoit yer berganda mustaqilligini, hurligini, izzat obro'yini yangidan qo'lga keltirish uchun Xitoyga qarshi kurash qilishni xohlaydi. Mustaqilligimizni yangidan qo'lga keltirish ko'rishimiz Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni yo'qotishga to'salg'i bo'ladigan kuchdir, dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkistonga haqiqiy tinchlikning faqat Sharq Turkistonni mustaqil qilish yo'li bilan keladiganligini isbotlaydi. Rəhimsiz mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va rəhimsiz ishg'oliyat bilan xarakterlangan Xitoy hukmronligidagi echinishlik tarix, harakatsizlik va murassaning oqibatini ro'shan namoyon qildi. Shuningdek, Sharq Turkiston xalqi bu oliyjanob kurash talab qiladigan fidokorliklarning qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar mustaqillik ishlariga bo'lgan sadoqatida qat'iy ching turadi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Malayziya xalqini o'z ichiga olgan dunyo xalqining mustaqilligini kurash va fidokorliklar bilan qo'lga keltirganligini ta'kidlaydi. Agar kuchlik imperializm bilan yuzlashishdan qo'rqgan bo'lsa edi, bugun mustaqil davlat shaklida mavjud bo'lib tura olmaydi. Xitoyning ishg'oliyatiga bo'ysunish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishidan voz kechish o'zini o'ltirib olganga barobar.
Shundaqla Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni butunlay mustamlik qilish va yo'qotish arzusini ishga oshiradi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı bir ishg'olchiga izchil qarshi turishning bir millatning qaysarligini ko'rsatadigan bir alaylik ekanligiga qat'iy ishonadi. Mustaqillik ko'rishini davomlashtirgan xalq hayotini saqlab keldi va taraqqiy qildi. Taslim bo'lganlar unutilishga yuzlandi. Yig'inchoqlab aytganda, Sharq Turkiston xalqining irodasi va qarorligiga vakillik qiladigan Sharq Turkiston surgunda hukumatı Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kursidagi tavranmas va'dasini yana bir qatim ta'kidlaydi. Bu kurash faqat tuproq yoki egilik huquqi uchun elib berilgan kurashli bo'lmasdan, bir xalqning ruhi, mavjudligi, diniy e'tiqodini yashash huquqi, o'z ona vatanida g'urur va hurlik ichida yashash haqqini qo'lga keltirish uchun qilgan kurashdan iborat. 19 yanvar kuni Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik kuni bo'lib, bu kuni sobiq Amerika katibi, Tashqi ishlar ministrligining ministri Mike Pompeoning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiy xalqlarga qarata yurgizib kelayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilganligining 3 yillik xotira kuni. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatı, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistonda davom qildirib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni la'natlash, irqiy qirg'inchilik qurbonlarini xotirlash, Amerika boshliq xalqarodagi davlatlarni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatini oxirlashtirish uchun tadbir qo'llanishga, Amerika parlamentini Sharq Turkiston siyosati qonunini o'ttirg'a qo'yishga, ma'qullashga, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga, Amerika Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkiston ishlariga mas'ul xodim bekitishga chaqiriq qilish maqsadida Amerika parlament binosining oldida 19 yanvar kuni tushdan keyin soat 2:30 dan 4 gacha namoyish o'tkazishni qaror qildi. Sharq Turkistonlik qarindoshlarning qatnashishi talab qilinadi. Shu samimizda bo'lg'ayki, millat bo'lish oldi bilan inson bo'lishni shart qiladi. Milliy ruh hech qachon insonlik, odamiylikni payxon qilish badaliga insho bo'lgan emas. Biologiyalik mavjudlik, milliy ruh qatl qilingan insonlik bilan bir gavda ichida hargizmo puttirab turolmaydi. Milliy ruh bo'lsa, milliy da'voning jinidir. Islom bu ruhni ko'klatguchi zilal suv misoli hayotlik manbasidir. Hurlik va mustaqillik bo'lsa, ushbu hayotlikni muhofazat qilishning kafolatidir. Burhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.